Bu akalarga ham qachon hisob berar ekan? Aka hozir hech nimaga narxi yo'q akajon. Bozorni ko'ryapsiz. 150 dan olib ketish. Mana bu rizomatlarchi. Xizmatlar ham shunaqa narxi yo'q. 150. Ha, kishmish Kishmish narxi 120, 130. Ha, mers 140 dan. Damskilar 150 dan. Ha, bunisi Shu Husayn 110 dan. Xurmani necha pul sotyapsizlar xurmani? 120 100 dan, ha? Bodringlar qayerdiki? Qozoq. Qozoq necha pul ketyapti? 80 dan. Pomidor necha pul sotyapsizlar? 220 so'm, 230 so'm. 220 230 dan. 5 tonna 110 dan berdingiz. Slivalar necha pul sotyapsizlar? Sliva 120 so'm. 120 dan. Anorchi 150 dan. Keyin olmalar necha pul ketyapti? Qirg'iz a? Bari 80 danmi? Bodring qayerdiki ekan? Qozog'iston necha pul ketyapti? Bular kilo 85 so'm, bular 100 so'm. Bunisi 85, bular 100.